quality is over quantity deydi, ya'ni sifat sondan ustun turishi kerak. O'quvchilarga motivatsiya bo'ladi shu narsa. Men 15 marta kirganman imtihonga, IELTSdan 8,5 natijasini qo'lga kiritganman. 5 marta bo'lgan bu narsa. Endi listening readingdan 8 marta 9 olganman har ikkala qismidan. Endi mana qarang ustoz, ba'zida o'qib qoldim-da, 9 ham chiqayotgan paytda odamlar, o'quvchilar yozishyapti, 9 ancha ko'payib ketdi. 9 ni qadri oldingidagi qadrlimi yoki hozir u qadri tushganmi? Sevib o'rganadigan bo'lgan kuningiz o'sishni his qilasiz o'sha paytda. IELTSdan misol uchun 5,5 olsa qanaqa imkoniyat, 6 olsa qanaqa imkoniyat, 7 olsa qanaqa imkoniyat, 8 olsa qanaqa imkoniyatlari bor. Ingliz butun umrini sarflab oladi. 7, 8 yil ham o'qiydi, lekin topshirganda 5,5 ham chiqmaydi. Ba'zi bir bolalar bor, 1 yilning ichida keladi, 1 yilning ichida 7, 7,5, 8 ga ham olib chiqadigan bolalar bor. Darin.uz platformasida IELTS standart va IELTS 7+ kurslarini yo'lga qo'ymoqdamiz. Onlayn tarzda agar ro'yxatdan o'tishadigan bo'lsa, o'zlari ko'rmagan materiallardan foydalanib, yana ham bilimlarni mustahkamlab borishlari mumkin bo'ladi. Ustozning natijasi, umuman o'quvchining natijasi orqali ko'rinadi. Siz agar o'quvchingiz natija chiqarmayaptimi, siz yaxshi ustoz emassiz. Siz meni o'quvchimsiz, men siz uchun kurashaman, natijangiz uchun kurashaman, birgalikda harakat qilamiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Darin podkast loyihasining navbatdagi soni efirda. Bugun biz sizlar bilan IELTS haqida suhbatlashamiz. IELTS ga o'zi tayyorlanishga qancha vaqt ketadi? Qanday materiallardan foydalanish kerak? IELTS olgandan keyin qanday imkoniyatlar bo'ladi o'quvchida? Shu kabi savollarga javob olishga harakat qilamiz. Bizning mehmonimiz IELTSdan bir necha marta yuqori ballarni olgan 8,5 ning egasi, Registon o'quv markazining Chilonzor filialining IELTS o'qituvchisi Jahongir ustoz bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Darin loyihasida ham ish faoliyatingizni boshlaganingizdan, shu bizani onlayn o'qimoqchi bo'lgan o'quvchilarga ham IELTSdan bilimlaringizni berishga tayyor bo'lganingizdan biz xursandmiz ustoz. Xush kelibsiz. Endi sizni taniydiganlar bor, tanimaydiganlar bor. Boshlanishiga bir o'zingizni tanishtirishdan boshlasak, ustoz. Gapiravering, bemalol. Okay. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum Otabek aka. Birinchi navbatda taklif qilganlaringiz uchun rahmat. Podkastlaringizga. Men ismim Jahongir Asanov. IELTSdan 8,5 natijasini qo'lga kiritganman. 5 marta bo'lgan bu narsa va 9 ga harakat qilyapmiz, xudo xohlasa. Registon o'quv markazi, aynan Registon ta'lim loyihasiga bundan ro'pa-rosa 1,5 yil avval qo'shilganman va 1,5 yilning ichida Registon o'quv markazi Chilonzor filialida katta natijalarni birgalikda qo'lga kiritib kelyapmiz. Hozir esa aynan Darin.uz platformasiga onlayn darsliklarni ham yozishni boshladik. Birgalikda rivojlanishga harakat qilyapmiz. Zo'r ustoz. O'zi bu IELTS ga, bu sohaga qanaqa qilib kirib kelgansiz? Hozir bu yoqda qaysidir o'qishda o'qiysizmi? O'zi bu sohaga kirib kelish tarixingiz haqida ham gapirib bersangiz. Qiziq savol bo'ldi rostda. Chunki aynan o'qituvchilik sohasiga juda ham qiziqmaganman. O'qituvchilik sohasi juda mas'uliyatli, qiyin kasblardan bittasi deb o'ylayman. Birinchi navbatda menimcha o'qituvchimga, Nasiba Urinova, aynan Termiz shahrida faoliyat yuritadilar. O'sha kishiga rahmat deyishim kerak kirib kelganimga, chunki ancha o'quvchiga yordam berishga muvaffaq bo'ldim shu aynan tajribam davomida. Nasiba opa aynan birinchi marta 7 olganimdan keyin o'zi diplomatiya universitetiga topshirish niyatim bo'lgan. 7 olganimdan keyin siz 7 bilan diplomatiya universitetiga topshirasizmi, chetga topshirsangiz bo'ladi yoki xalqaro universitetlarga topshirsangiz bo'ladi deb o'zlari undov undaganlar. Keyin yana bir marta harakat qilib ko'ring, sizdan 8 kutaman, bo'lmasa 8,5 ga harakat qilamiz birga deb o'zlari undaganlar, motivatsiya berganlar umuman olganda. Keyin dekabrda 2 oydan keyin GDT topshirib ko'rganman yana. Keyin 8 chiqib qolgan birinchi navbatda. U o'sha paytda Termiz shahrida o'zi faqatgina 2-3 ta o'qituvchilarimizda 8 bor edi. Keyin 11-sinf o'quvchisidan chiqqan juda katta wow bo'lib ketgan. Keyin o'qituvchim aytganlar, o'sha 8 kam, shuning uchun birga nima qilaylik, ishlashni boshlaylik, sizga o'quvchilar beraman, sizdan tayyorlashni boshlaysiz deb. Keyin birinchi o'zlariga yordamchilik qilib, o'rganib, ozroq ancha ma'lumotlarni olib, keyinchalik esa mart oyidan boshlab keyin gruppalar tashkillashtirib, keyin gruppalarga dars bera boshlaganman. O'z birinchi navbatda chiqqan paytimda 8 im bo'lgani bilan endi IELTSda 8 oldingiz degani ingliz tilini zo'r bilasiz degani emas, va ingliz tilini o'qita olasiz degani emas. Birinchi marta o'zim chiqqanimda juda hayajon bo'lgan. Endi tayyorlanib yurganman baribir. Tayyorlanganim bilan juda hayajon bo'lgan, lekin o'qituvchim o'sha payt qo'llab-quvvatlab, birinchi martasida bo'ladi, harakat qilsangiz o'xshaydi, eplaysiz deb o'zlari undaganlar. Keyin o'sha paytning o'zida, o'sha 6 oyning ichida
birinchi 7lik o'quvchim chiqqan, keyin o'zimda yana ham motivatsiya bo'lib, keyin yana ham ko'proq o'quvchilarga bilim berishga harakat qilaman deb Toshkentga kelganimdan keyin aynan Registon o'quv markaziga kelib qo'shilganman. Keyin Registon bilan hozir yaxshi natijalarni ham qo'lga kiritib boryapmiz. Zo'r. Demak, birinchi IELTS 8 natijangizni 2022-yili qo'lga kiritgansiz. 2021 dekabrda. 2021 dekabrda. Va 2023-yili 2022-yili Registonga kelgansiz. 23-yil yanvarda kelganman Registonga. Hozir 1,5 yilcha bo'lib qoldi. Registonga kelganingizda sira asosiy ustozingizdan boshlaganmisiz yoki birinchi yordamchi ustoz bo'lib boshlaganmisiz? Qiziq narsa bu yoqda. Keyin nima uchun aynan Registonga kelgansiz? Registonda o'zi tanlashimning asosiy nimasi opam bo'lgan. Opam ko'pincha o'zi qo'llab-quvvatlaydi. Registonda endi katta platforma, katta o'zi organizatsiya umuman olganda ko'pchilik o'quvchilar taniydi. Biz oldindan bilganmiz, aynan abituriyent bo'lganimizda Registonda qo'llanmalardan foydalanganmiz. Keyin kitoblar jo'natib turishardi. Juda qiziqtirishardi o'sha paytda. Keyin Registonga eng yaqin o'quv markazi bo'lgan bir kirib ko'raychi nima bo'lar ekan deganman. Bir topshirib ko'raychi deb, keyin topshirib ko'rganimdan keyin o'sha IELTS'im 8 bo'lgan. Yoqda ham bitta Muhammad Iso aka degan o'qituvchimiz 8 olgan ekanlar. Keyin boshlig'imiz bilan, menejerimiz bilan gaplashganimdan keyin o'zlari qabul qilib yuborganlar deyarli. Menga 5-yanvargacha adashmasam muhlat berganlar. O'zlari nima deydi? Holiday deydi. Bizda ta'tillarimiz juda qisqa bo'lar ekan Registonda. O'zi bilmaganman. Deyarli ta'tilimiz ham yo'q. Keyin 5-yanvarda chunki bizlarda o'zi ishi o'zi ta'tilda. Shunaqa. O'quvchiga dars berib zavq olasiz. 5-yanvarda kelganimdan juda anomal sovuq bo'lganda, kelganimdan birdaniga intervyuga chaqirib, yana qaytda demo lessonlarni ko'rib, support teacherlikka qabul qilishmagan, o'zi ish tajribam bo'lgan, o'quvchilar natijasi bo'lgan, birdaniga o'qituvchilikni berib, o'sha 5-yanvarning o'zidan gruppa ochib, gruppalar to'ldirilib, o'sha boshlangan, tayyor gruppalar ham bo'lgan, birdan berib yuborishgan. Demo lessonni ham o'tayotgan paytimda to'g'risi e'tibor berishmagan, unchalik katta, lekin o'zim bor kuchimni ko'rsatib harakat qildim. Keyin aynan Registonga kelib qo'shilganimdan keyin, yana 6 oydan keyin o'sha 7,5, 8 natijalar chiqa boshladi. Keyin ular ham ishonch bildirib, ko'proq o'quvchi berib, aynan jamoani a'zosiga aylanib qoldim. Zo'r. Qoyil. Endi qarang, o'zingiz qanaqa qilib bunaqa natijaga erishgansiz, ustoz? 8 ham misol uchun mana o'sha vaqtda olganingiz oson bo'lmagan, 8,5 ham oson emas. Mana hozir sizni yuzlab shogirdlaringiz bo'lishi mumkin. Ular ham bu videoni ko'rayotgan bo'lishi mumkin. O'sha o'zingiz bir bosib o'tgan qiyin yo'llaringizni aytsangiz, o'zi bu narsa osondek ko'rinadi. IELTSdan oldin menga ham hazillashardingiz tayyorlanganimda. Necha olmoqchisan deyishardi. Menga endi 9 yoqardi. 9 olaman deb gapiraverardim-da. Aytmoqchi oson gapirish, lekin harakati qiyin. O'shanga bir o'yingizni qanaqa bo'lgan shu bosqichda, o'shani gapirib bersangiz. Rosa qiziqarli bo'lgan desam bo'ladi. Chunki o'zi 7 olaman deb umuman o'ylamaganman. Birinchi navbatda, birinchi imtihonimda imtihonga o'zi tayyorgarlik ko'rayotgan paytimda ingliz tili sohasi bo'yicha o'zi opam ham tayyorlanganlar. Opam o'zi unda borasdan ingliz tiliga kerak bo'ladi deb, o'zim fransuz tili, rus tiliga qiziqqanman-da, keyin ingliz tilini o'qimayman. Birinchi darsimda eslayman, birinchi darsim kelganda yig'lab kelganman. Yo'q, ingliz tili bo'lmaydi, o'qimayman deb kelganman, lekin ota-onam ham majburlab, keyin ingliz tili rivojlanadi. O'sha payt rivojlanmagan edi, aynan bizda Termiz shahrida. Keyin majburlab borganman. Keyin asosiy maqsadim 5,5 olish edi. Keyin 5,5 olishda o'qishga kirishga yetadi. O'qishga kirishga yetadi. Chunki qolgan fanlarim, tarix fanini 7 yil o'qiganman. Ingliz tilini bor yo'g'i 1,5 yil o'qiganimdan keyin o'sha natijaga erishganman. Keyin borganmanda o'sha 5,5 yetadi, chunki opam ham tayyorlanganlar. Opam 2 yilning ichida adashmasam 6 olganlar. Endi 6 ham katta natija edi. Keyin 5,5 yetadi, 5,5 ola olamanmi degan narsa bo'lgan. Keyin o'sha 1 yillik tayyorgarliklarimdan keyin o'zimda hech o'sish his qilmaganman. Natija bo'lgan, chunki grammatika darajasidan juda rasvo, unchalik tayyorgarlikka ega bo'lmaganman. Bizda beginner elementary darajasidan birdan boshlab ketishgan. O'sha paytda qiynalib qolganman, ancha qiynalib qolganman. Keyin borganimdan keyin adashmasam yanvar oyida edi, Nasiba Urinova mock imtihon o'tkazganlar. Aynan mock imtihoniga bir qatnashib ko'raychi deb, endi ancha IELTSga ham kirib kelgan paytim bo'lgan. Keyin mock imtihonda shart qo'yganlar bizga. Agar 6 dan baland olsalaringiz qabul qilamiz deb. Keyin men u 6 dan baland olishni 1 oy davomida rosa qattiq harakat qilganman. Ilashib qolgan, 6 chiqib qolgan. Keyin Nasiba Urinovaning darsiga qatnashib boshlaganimdan keyin esa
rosa motivatsiya bilan dars o'tganlar, rosa qiziqtirib, o'zi ingliz tiliga umuman qiziqmaganman. 6 ham ilashib qoldi. Уже imtihon topshirsam 5,5 chiqadi deb o'ylaganman. Chunki уже mockda topshirsangiz 6 bo'lsa, imtihon 5 chiqadi degan edi o'sha paytlar. Keyin borganmanda darsiga qiziqib, o'zi boshida o'zi men tanimaganlar ham, 3-4 oy borganman, ismimni ham bilmaganlar. Keyin esa уже natijalar chiqa boshlagandan keyin o'qituvchim qarayapti, qandaydir talant bor o'zlashtirishga nisbatan, chunki xotiram juda kuchli bo'lgan, Xitoy aynan tarixni o'qiganim uchun. Keyin o'qituvchim rosa ko'p e'tibor berib, individual yondashib, har bitta narsagacha e'tibor berardilar. Keyin o'zi birinchi imtihonda 8 olasan deb уже aytib qo'yganlar. Moklarimda ham 9 listening readinglar chiqib, keyin ekzamga kirganimda hayajon rosa bosgan. Endi birinchi marta hammaga aytaman, birinchi martasi hisob emas, birinchi marta prosta kirib chiqamiz, lekin boshqa safarlar ham bo'ladi. O'quvchilarga motivatsiya ham bo'ladi shu narsa. Men 15 marta kirganman imtihonga. Siz bor yo'q birinchi marta kiryapsizmi? Bo'ldi. Uni uncha hisobga olmang. Ikkinchi martasida 7-8 bo'ladi aniq. Birinchi marta faqatgina tajriba uchun kirib chiqasiz deb aytaman. O'qituvchim ham xuddi shunaqa qilib tajriba sifatida kirgizgan. Endi 7 olganman, keyin davlat kompensatsiya to'lab bergan. Kompensatsiyani yana imtihonga topshirganman, yana imtihon topshirganman. Keyin ikkinchisida esa 8 bo'lgan. Birinchi rosa hayajon bosib, imtihonda endi listeninglar 9 chiqib yurgan bola, keyin imtihonda qulog'im eshitmay, shang'illab qolgan hayajondan, qon bosim tushib ketadimi bilmadim. Keyin readingga o'qiyotgan narsamni tushunmayapman, savol turlar juda boshqacha bo'lgan. Writingga yozganman. Writingda endi 6 kutgan bola bo'lganman, chunki 7 olish o'sha payt wow degan narsa edi. Keyin qarasam, writingda yozib chiqyapman, 7 chiqyapti. Hamma hayron, hamma lol qolganda deyarli. U 7 olish emas, writingni 7 chiqarish juda kamchilikka nasib qilardi. O'sha payt adashmasam statistika bor edi. 2% o'quvchiga beriladi degan, yoki 0.2 midi, 1000 tadan 2 ta bolaga berilardi o'sha payt. Begzod ekan nimasida fikrlari bor edi. Keyin borib nima qilganimda, topshirganimda уже 7 chiqqan writingdan. Keyin rosa xursand bo'lganman o'sha payt. Shu 7 chiqqan, keyin ancha harakat qilib, endi 12 soatlab shug'ullanganman. Keyin bilim darajam baribir no'noqliklari bor ekan, sustkashliklari bor ekan deb, keyin 12 soatlab shug'ullanib, uyda eslayman. Oyim ovqatni kirgizib berardi, gapirmasdilar ham deyarli. Bitta joyga qamalib olib, oxirgi oyimda rosa qattiq tayyorlanganman, keyin Toshkentga kelib topshirib ketganman. Bizda o'zi imtihon bo'lmasdi, Termizga borib, yo boshqa viloyatlarga borib bo'lmasdi. Keyin topshirib ketganman, bir o'zim kelganman, o'rtog'imga turib, bir o'zim topshirib, rosa motivatsiya bilan kelib topshirib ketganman imtihonni. Keyin 8 olishda ham o'zi 7 olaman deb kutgandim. Keyin chunki rosa unga ham kalla qo'yib chiqqanman. Olmaganda. Keyin qarasam, natija 31-dekabrda e'lon qilinishi kerak, lekin 30-dekabrda chiqib qolyapti. Keyin qarayapman, endi Diyorbek aka shunga o'xshagan katta IELTS instruktorlarni kanallariga obuna bo'lganman o'sha payt men. Keyin qarayapman, 8 overall chiqyapti. Kimdandir chiqdi, Diyorbek akaning o'quvchisi bo'lsa kerak deb. Shunday kiryapman Telegramda yo'q. Keyin nima ekan deb SMS ga kirsam, SMSimda turibdi. 8 overall, listening 8,5, reading 8,5, writing 7, speaking 7. Jahongir deb yozdim. Adashib jo'natishgan bo'lsa kerak, 31-dekabrda chiqadi deganman. Keyin qaraganman, Jahongir Esanov. Menmikanman deganman. Rosa bir kun oldin bo'lgan, bir kun oldin. Natijani o'zingiz tekshirmaganmisiz sizda? Ular o'zingiz ro'yxatdan o'tkazib berishgan sizni, shunda to'g'rimi? Ro'yxatdan o'tkazib berishgan, endi SMS kelgan, SMSni men tushunmaganman-da. O'zi 8 olaman deb kutmaganim uchun, keyin men hayron qolganman. 8 chiqyapti overall. Chunki 7,5 ham katta natija edi. 7,5 olaman yoki 7 olmayman qayta deb o'ylaganman. Siz Diyorbek akaning o'quvchilari bo'lgansiz. Yo'q, Diyorbek akani Telegram kanallariga a'zo bo'lganman. Endi o'quvchilarning natijalari katta bo'lardi. O'sha payt 8 olgan o'quvchilar endi ko'pincha Diyorbek akadan chiqardi. Keyin qarasam, Diyorbek akadan chiqqanmikan desam, mendan chiqqan ekan o'sha. Keyin hayron qolganman. Birdan o'qituvchimga telefon qilganman, ota-onamga aytganman, ota-onam rosa xursand bo'lgan, chunki 8 juda kamyob natijada. O'zi o'qituvchilarda bor edi o'sha payt. Keyin men ishonmaganman birinchi ko'rganimda. Bir kun oldin e'lon qilinyapti, bu xato bo'lgan SMS deb o'ylaganman. Chunki opamga xato kelgan SMS, keyin xato aniq deganman. Veb-saytga kirsam, veb-saytda ham 8 turibdi. Keyin o'shandan keyin rosa xursand bo'lib, keyin ancha nima deydi, ingliz tiliga yana ham qiziqib, yana o'rganishlarda, izlanishlarda keyin to'xtatmasdan davom etganmiz. Keyin 8,5 ga esa Registon bilan aynan erishganman deyman. Chunki 8,5 da asosan o'qituvchim bo'lmagan yonimda, chunki Toshkentga kelganman.
o'qituvchi sifatida o'zimda o'sishni ko'rmadim. Menda bitta narsa bor edi. Competition his qilmasangiz, raqobatni his qilmasangiz, o'sish ham bo'lmaydi menda, rivojlanish ham bo'lmaydi. Shuning uchun kim raqobat qiladigan bo'lsa, o'sha bilan raqobat qilib, endi sog'lom raqobat bo'ladi baribir. Keyin birgalikda harakat qilib erishardik. Keyin o'quvchilarim aynan IELTS granti yaqinda ham ochildi. IELTS granti 3-mavsum. Birinchi o'quvchilarim kelishgan IELTS grantidan ikkita o'quvchim bilan birgalikda individual shug'ullanib, menda ham o'sish bo'lishi kerak deb 20 kun intensiv tayyorlanganmiz. Где-то kamida 6 soatdan intensiv tayyorlanardik. Bo'sh vaqt ajratib, guruhlarimga nima deydi? Qolgan guruhlar ochmasdan turib, o'sha vaqtni o'zimga ajratib, keyin 20 kun tayyorlanganman. Keyin u ham 8,5 olaman deb o'ylamaganman. Keyin qarasam SMSda 8,5 kelyapti. U ham wow narsa bo'lgan o'zim uchun. Chunki ancha katta natija bo'lgan. Endi esa Registon bilan yana harakat qilyapmiz endi. 9 ga xudo xohlasa. Yaxshi, qachonga endi? 9 ni endi bari o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak ekan. Shu narsasi bor. O'qituvchi bo'lganingiz bilan o'z ustingizda ishlamaydigan bo'lsangiz, natijani yuqoriga chiqarish baribir qiyin narsa. O'quvchilarimga ham aytaman. Agar o'z ustingizda ishlab boradigan bo'lsangiz, o'qituvchingiz bergan vazifa emas, undan ham ko'proq narsani izlanadigan bo'lsangiz, siz natijasiz 7-7,5 ga olib chiqadi bemalol. O'zimda ham xuddi shunaqa narsa. Men o'zim biladigan materiallar emas, undan ham ko'proq narsani bilishim kerak, ko'proq lug'at bilishim kerak, ko'proq narsalarni o'rganishim kerak, o'zim uchun kashf qilishim kerak. Shu narsa uchun men o'zim reja qo'ydim. Hali yozda o'quvchilarimiz xudo xohlasa uje topshirishadi ko'pchiligi, o'sha paytdan foydalangan holda, aynan dam olishlar paytidan foydalangan holda o'zimda ustimda ishlab, kamida 1 oy o'zimda ustimda juda qattiq ishlab, keyin topshirib xudo xohlasa 9 qilamiz. Sentabr topshirmoqchimisiz? Avgustdami? Iyuldami? Yoz davomida. Yoz davomida xudo xohlasa. Zo'r. Yaqinda mana o'zi Registon o'quv markazidan ham 9 olgan ustozlar chiqdi-yu bitta. Javohir akada xudo xohlasa. U ustoziga mana qaranglar, ta'limni e'tirofida Monza mashinasi sovg'a qilyapti. Shu menimcha mana shu kunlarda berilsa kerak. IELTSda mana Registon o'quv markazining Farg'ona filiali ustozi 9 oldilar va shu ustozimizga Monza avtomobili sovg'a qilinmoqda. Qoyil. Xuddi shunaqa xudo xohlasa sizga ham nasib qilsin ustoz 9lar. Ilohim o'ylagan zo'r niyatlaringizga erishing. Endi mana qarang, xudo xohlasa e'tiborsiz, demak, alohida ishlash kerak ekan, to'g'rimi? Oddiy o'quvchilarni tayyorlab ham unaqa natijaga erishib bo'lmaydi. O'quvchilar bilan mana bunaqa narsa, ko'pchilik o'quvchilar agar abituriyent bo'ladigan bo'lsa, qolgan fanlarga ko'proq e'tibor beradi, chunki ingliz tilini o'rganish o'quvchidan ko'proq mehnat talab qiladi. Ayniqsa vocabulary qismiga e'tibor qiladigan bo'lsa, yodlash kerak, grammatika qismini o'rganish kerak, qoidalarni yodlash kerak, boshqa til bo'lganligi uchun. O'zimda ham o'quvchilarim bor, agar ona tili bilan ingliz tilini o'qiydigan bo'lsa, ona til oson, chunki o'zbek tilida tushuntirilgan hamma narsa. Ona tiliga ko'proq e'tibor berib, adabiyotlarda, asarlarda o'qiydi, keyin ingliz tiliga esa o'qituvchi bergan, ya'ni men beradigan narsa bilan cheklanib qolishi mumkin. Keyin o'sha payt aytaman, o'qituvchi bergan narsa bilan cheklansangiz, sizni chiqarishi mumkin 7 gacha uzoq, lekin undan balandiga ham olib chiqishimiz kerak biz. Strong bo'lish kerak, ya'ni kuchliroq 7 bo'lish kerak deb har doim o'rgataman. Agar oson yo'lni tanlaydigan bo'lsak, menimcha to'g'ri emas. Qiyin bo'ladigan bo'lsa ham ingliz tilini yaxshilab olishimiz, keyin ingliz tilini yaxshi o'rnatishni ko'rsatishimiz kerak. Endi ona tili abituriyent sifatida imtihon topshirish uchun kerak bo'ladi, lekin ingliz tili butun bir hayot yo'lida davomida kerak bo'ladi. Shuning uchun nafaqat o'zini kamchiliklarini ustida ishlash kerak, o'qituvchi bergan vazifalarni bajarish kerak. Undan tashqari ham doimiy ravishda ingliz tili bilan o'zini o'rab olish kerak. Bizda ingliz tilida immersion texnik deydi. Biz immersion, ya'ni o'zingizni o'rab olishingiz kerak, butun bir ingliz tili atmosferasiga kirib kelishingiz kerak. Ingliz bo'lib yashashingiz kerak umuman olganda. Tushlaringizga inglizcha bo'lib tushlaringiz kirishi kerak umuman olganda. Bizda agar oddiy bo'lib qoladigan bo'lsa, faqat o'zbek tilida ko'ryapsizmi, bu degani ingliz tilini sevib o'rganayotganingiz. Sevib o'rganadigan bo'lgan kuningiz o'sishni his qilasiz o'sha paytda. Ajoyib, qoyil. Ixlos, ya'ni muhabbat, shu bilan yashash kerak. Zo'r. Endi meni qarang ustoz, ba'zida o'qib qoldim-da, 9lar ham chiqayotgan paytda odamlar, o'quvchilar yozishyapti, 9 ancha ko'payib ketdi. Har kuni chiqyaptimi, har hafta chiqyaptimi deb yozayotibdi-da. O'zi 9ni olish oldingiga qaraganda osonlashib ketdimi yoki-da o'zbek xalqi yanada bilimlilashib ketib qoldimi? Keyin 9ni qadri oldingidagi qadrlimi yoki-da hozir u qadri tushganmi? 9 qadri menimcha har doim 9lik bo'ladi. Endi ko'pchilik oldi deganda bizda ko'pchilik emas, bor yo'g'i adashmasam 20 taga yaqinlashib qolishdi, lekin undan oshgani yo'q. Endi boshida juda wow degan narsa edi, chunki birinchi marta 9 olish ancha harakat qilgan instruktorlarimizga nasib qilganlar. Aynan Bekzod akaga, Muhammad Ali
akaga demak nasib qilgandi. Ular endi wow bo'lib chiqishdi, chunki ular bizda nima deydi? Glass ceiling deydi, breaking glass ceiling. Bunday olganda qattiq narsani nima deydi? Yorib o'ta oldi. Umuman olganda. Juda katta narsani o'tishdi. Chunki Begzod aka birinchi marta adashmasam 2006-yil imtihon topshirganlar. Shundan beri где-то bizga 16-17 yildan keyin 9 oldilarda. Birinchi martasiga 6-6,5 adashmasam yoki 7mi. Keyin esa o'sha 16 yilning ichidagi bilimlarni yig'gan holda bitta imtihonga kirib, o'sha olib chiqdilar o'sha narsa. Bu narsa juda katta narsa. Chunki hamma o'qituvchi qayta topshiradi. Ayniqsa IELTS instruktor bo'lsa, o'zimda ham shunaqa narsa bo'ldi. O'tgan yildan beri 10 marta imtihon topshirdim. Xuddi shu narsa. Demak, o'qituvchi bo'lganingizdan keyin o'zingiz ustida ishlashingiz kerak, testni ko'rishingiz kerak, formatini ko'rishingiz kerak, o'quvchiga tushuntirishingiz kerak. Xuddi shunaqa narsa bo'lganligi uchun ham aynan bizda wow degan narsa bo'lganda o'sha payt. Hozir esa wow deyishmaydi. Menimcha o'quv markazlarida agar alohida birorta o'qituvchi oladigan bo'lsa, xursand bo'lishi mumkin. Lekin katta aynan mediaga tushib, birinchisi bo'ldi yoki ikkinchisi bo'ldi degan narsalar yo'q. Oxirgi marta adashmasam 10-sigacha sanagandik, o'sha barmoqqa sig'magan. O'sha sanashni ham to'xtatdik biz ham. Zo'r. Lekin ba'zan aytganingizdek qadrli. Mana misol uchun siz 9 olsangiz, siz ham juda xursand bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? O'quvchilaringiz ancha xursand bo'lishi kerak. Zo'r. Endi ustoz, keling IELTSimizga qaytamiz. Xo'p, mana siz o'zingiz haqingizda gaplashdik, qanaqa qilib olganligingiz haqida, oldingizdagi orzu, maqsadlaringiz haqida gaplashdik. Endi o'zi IELTS imtihonlarini imkoniyatlari qanaqa o'quvchilarga, nima uchun IELTSga tayyorlanishmoqda va necha ballga hozirgi yoshlar harakat qilishmoqda? IELTSda misol uchun 5,5 olsa qanaqa imkoniyat, 6 olsa qanaqa imkoniyat, 7 olsa qanaqa imkoniyat, 8 olsa qanaqa imkoniyatlari bor? Okay, birinchi navbatda IELTSda o'zi ikkita turga bo'linishini aytib o'tishimiz kerak. Bizda bu narsa ko'pincha aytilmaydi, o'qituvchilar ham aytib o'tishmaydi. Men birinchi darslarimda asosan aytib o'taman. Bu akademik yo'nalishga va general yo'nalishga bo'linadi. Akademik yo'nalishda bizga asosan universitetga topshirayotgan o'quvchilar uchun akademik yo'nalish kerak. General esa migratsiya purposes deydi. Migratsiya qiladigan yoki ko'chib o'tmoqchi bo'lgan ingliz tili mamlakatlariga bu alohida topshiriladi. General imtihoni akademikdan salgina farq qiladi reading qismida va writing qismida. Writing qismlari asosan bizga Saferga o'xshaydi. Safer imtihonimizga xuddi shunaqa topshirib chiqsa bo'ladi. Readinglari ham bir xil, deyarli 5 ta qismdan iborat, alohida savollari bor, lekin qiyinlik darajasi bo'yicha menimcha O'zbekistonda o'tkaziladigan multi-level osonroq bo'lsa kerak ancha generaldan ko'ra. Akademik yo'nalishi bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, akademik yo'nalishida hozir o'quvchilarimiz orasida aynan Registon aynan abituriyent sifatida tanilganligi uchun abituriyent sohasida o'quvchilar orasida 5,5, 6 olsam bo'ldi degan narsa bor edi. Ayniqsa bizda Chilonzor filialida birinchi marta kelganimda o'quvchilarning ko'pchiligida 5,5 edi-da. 5,5 olsam bo'ldi, keyin qolgan fanlarga tayyorlanaman. O'zim qolgan fanlarga yuraman deb. Birinchi o'quvchilarim bilan ham endi men o'zimni o'qituvchimni qanday motivatsiyasi bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsani men darsga olib kirishga harakat qilganman. Chunki ko'p ko'rgan, o'zim kuzatganman. Keyin birinchi darsimdan kirganimdan o'quvchilarimda 5,5 emas, o'sha kamida ham 7, 7,5 bo'lishi kerak degan narsa motivatsiya bilan uyg'ongan. Agar o'quvchisini 5,5 6 ga tayyorlayotgan bo'lsa, u menimcha yaxshi narsa emas. Chunki 2,300,000 ming to'laydi, hozir 2,300,000 ming bo'lgan. 2,300,000 ming to'laydi. Ancha yildan beri ingliz tilini o'qib kelyapti bola. O'sha kamida 7 olib, davlatning imkoniyatidan foydalanib, kompensatsiya qilib qaytarib olsa bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha 7, 7,5 ga harakat qilgani yaxshiroq. Endi 5,5, 6 bizga O'zbekistonda davlat universitetlariga o'tadi. 5,5 hamma universitetlarga, 6 esa Westminster universitetiga o'tadi bizda. Endi 6,5 ni farqi yo'q, 6, 6,5 bir xil narsa. 7 oladigan bo'lsa davlat kompensatsiya qilib pulni qaytarib berishi mumkin va asosan ingliz tili mamlakatlarda, ingliz tili asosiy til bo'lgan mamlakatlarda ko'pincha 7 talab qilishadi. 7 bo'lish kerak yoki juda katta universitetlar bo'lsa, prestigious universities bo'lsa, masalan Harvardga o'xshagan, ularda 7,5 talab qilinishi mumkin. Endi 8 ga keladigan bo'lsak, 8, 8,5 endi 9 lar bu IELTS instruktorlari uchun kerak. Aynan ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, birorta aynan shu sohada o'qituvchi sifatida bo'lishi mumkin yoki support teacher sifatida bo'lishi mumkin. Ishlamoqchi bo'lsangiz 8, 8,5 kerak. Lekin o'zi menimcha maksimum 7,5 ni o'zi yetadi. Endi to'xtash kerak degan emas. 7,5 dan keyin 7,5 hamma universitetlarga deyarli hamma eshiklarni ochsa, bemalol ochadigan ball deb o'ylayman. Zo'r. Juda yaxshi tushuntirib berdingiz. Endi mana ballarni tushuntirib o'tdik. Endi imtihon sanalari qanaqa? IELTS mana British Councilda bor va IGP da bor, to'g'rimi? Bu ikkalasini qanday farqlari bor? O'quvchilarga qaysi birida topshirishni siz tavsiya qilasiz?
personal experiencedan gapirish menimcha kerak. Shaxsan o'zim 15 marta imtihon topshirgan bo'lsam, ulardan 12 martasi IDP bilan bo'lgan va 3 martasi British Council bilan bo'lgan. Shaxsiy tajribamdan kelgan holda men IDPdagi servisni juda ham yaxshi ko'raman. O'zi imtihon darajasi umuman farqi yo'q. IDP bilan aynan British Councilga bizda Cambridge Assessment Press deydi. Cambridge bizga press, demak yetkazib beradi materiallarni hammasini. Cambridge universitetida tuziladigan narsalar. Bizga British Council bilan IDP esa faqatgina testni o'tkazib beradigan tashkilotlar, alohida tashkilotlar. British Council aynan Britaniya kengashi, IDP esa bizda xususiy tashkilot, adashmasam, IDP alohida o'zi o'tkazadi. Demak, faqatgina testni tashkillashtirishda servisda farqi bo'lishi mumkin, lekin test materiallari, baholanish, hamma narsa bir xil bo'ladi. Menga shaxsan servis yoqadi, chunki IDPdagi ko'pchilik bilaman, servis menejerlari juda xushmuomala, o'zimda ham ba'zi bir o'rtoqlarim ishlashadi, juda xushmuomala bo'ladi, juda nima deydi, punctual deydi bizga, punktualniy bo'ladi-da, hamma savollaringizga уже aniq tez muddatda javob berishadi. Muammo ko'pincha tug'ilmaydi. Lekin British Councilda masalan 1 oy oldin siz masalan birorta imtihon sanasini o'zgartirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, 1 oy oldin email orqali ruxsat so'rashingiz, shunga o'xshagan juda katta narsalar bor. U detalli narsalar. To'liq menga British Councilda aynan servis ko'pincha yoqmaydi, lekin baholash jihatidan har ikkala tashkilot ham juda zo'r, har ikkalasi ham professional ekzamenlarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun har ikkalasiga ham imtihonni topshirishni maslahat bergan bo'lardim. Servis jihatdan baribir IDP ko'pincha ustun turadi, chunki IDPda ko'proq o'quvchi ham topshiradi, ko'proq staff memberlari ham mavjud va alohida birorta tashkilotga bo'ysungan tashkilot sifatida ko'raman, chunki IDPga ko'proq men o'zim topshirganman. Zo'r, rahmat. Endi qarang ustoz, misol siz aytdingiz, Surxondaryodan kelib Toshkent topshirganman dedingiz. Hozirgi vaqtda mana Farg'onadagi o'quvchilar Farg'onaning o'zida IELTS topshirsa bo'ladimi yoki hali ham Toshkentga kelish kerakmi? Keyin imtihonlar qancha vaqt oralig'ida bo'lib o'tadi? Imtihonlarimiz bizga ikkinchi savolingizga javob beraman. Bizga har hafta o'tkaziladi. Agar paper based topshiradigan bo'lsak, paperda yana qog'ozda yozib, hamma narsani, demak, writinglarni ham, reading listeninglarni ham qog'ozda bajaradigan shakli bizga har hafta o'tkaziladi. Asosan payshanba yoki shanba kunlari bo'ladi. Ko'pincha shanba kunlari bo'ladi. Endi natijalari esa 13 kunda e'lon qilinadi bu imtihonlarimizda. Keyin bizda CDIELTS imtihonlarimiz ham bor. CDIELTSimiz juda ham o'zimga yoqadigan varianti, ko'pchilik o'qituvchilarga ham yoqadigan varianti. Bu imtihon natijalari 2 kundan 5 kungacha e'lon qilinadi. Aynan sabrsiz bo'ladigan bolalar bo'ladigan bo'lsa, 2 kunning ichida ham natijasini qo'lga kiritsa bo'ladi. Yaqinda topshirdim 10-mart kuni. Aynan 12-mart kuni уже emailni ochyapman. 12-martda уже natija chiqib e'lon qilib bo'lindi. Necha olibsiz? 8,5 chiqqan unda ham. Bir xil chiqyapti deyarli. Keyin qarasam уже imtihon natijalari e'lon qilinyapti. Juda tez bo'ladi ayniqsa. Shu narsasi yoqishi mumkin ko'pchilikka, aynan computer based. Computer based hamma narsa kompyuterda bo'ladi. Readingizda ham, listeningizda ham, writing qismlari ham. Faqatgina speakingda doimgidek yoki face to face ga yoki Zoom variantga qo'ysak bo'ladi. Lekin agar typing qismi, ya'ni keyboard bilan ishlash yaxshi bo'ladigan bo'lsa, tezlik yaxshi bo'ladigan bo'lsa, menimcha computer based ancha qulayroq variant deb o'ylayman. Chunki readinglaring ikkita qismda ochilib qo'yilgan bo'ladi, savollari bu yoqda, javoblar, testning o'zi bu yoqda bo'ladi. Ancha osonroq variant deb o'ylayman. O'qituvchi sifatida shaxsan o'zimga yoqadigan variant. Endi paper birinchi marta kiradigan imtihon topshiruvchilar computer based bilan CDIELTS bir xil-a? Computer based CDIELTS. Paper esa asosan birinchi marta kirayotgan, hayajon bo'ladigan o'quvchilar bo'lsa, paperga topshirgani ham ma'qulroq. Keyin imtihonni endi qayerda topshirish kerakligi haqida gaplashsak, hozir IDP tashkiloti bilan ko'pchilik o'quv markazlarining hamkorligi bor. British Council bilan ham xuddi shunaqa hamkorliklar bor, asosan universitetlarda. Bu tashkilotlar endi viloyatlarda ham o'zlarining servislarini yo'lga qo'yishgan. Oldin biz 2-3 yil oldin kelib topshiradigan bo'lsak, hozir oxirgi yilning ichida, ayniqsa 2023-yilning ichida ko'plab уже imkoniyatlar yaratildi. Masalan, Termizning o'zida ham CD imtihon topshirsa bo'ladi, ham paper based yoki Buxoroga boradigan bo'lsangiz, British Council bilan ham, IDP bilan ham topshirsangiz bo'ladi. Уже ko'p imkoniyatlar yaratildi. Endi o'quvchilar juda uzoqqa sayohat qilish kerak emas. Toshkentgacha kelib, masalan, o'zimizda 700 kilometrdan uzoqroq Toshkentgacha kelib, уже Toshkent atmosferasiga o'rganish kerak yoki birorta joy topish kerak. Qiynalib o'tirishmaydi-da, o'zining komfort zonasida uydan chiqadi, imtihonga boradi, imtihon topshirib yana qaytish mumkin. Zo'r, rahmat. Endi mana qarang, Cambridge Assessment tomonidan savollar tuziladi-ku. Bu savollar hamma mamlakatga bir xil beriladi. Misol uchun O'zbekistonda, Qozog'istonda imtihon bo'lyapti. Keyingi imtihon qachon? Mana hozir 4-aprel turibmiz. Keyingisi qachon bo'ladi?
6 aprel kuni. 6 aprel kuni bana tushadigan savollarni ular jo'natishsa, Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham bir xil savollar bo'ladimi yoki ikki xil bo'ladimi? Shaxsan o'zim tajribam yo'q, lekin bizda ba'zi holatlarimizda savollarni erta e'lon qiladigan instruktorlarimiz ham mavjud. Aynan Vyetnamda aloqasi bor deyishadi ko'pchiligi. Aynan Vyetnam time zonaga keladigan bo'lsak, aynan vaqt oralig'ida Vyetnamda ertaroq bo'ladi imtihon, keyin Vyetnamdan chiqqanidan keyin bizdagi savollar bir xil o'xshash tushishi mumkin deb. Lekin bu narsa aynan o'sha kunga bog'liq emas deb o'ylayman shaxsan. Chunki bu imtihonda aynan Vyetnam uchun alohida bar testlar bo'ladi. Chunki test bazamiz juda ko'p. Aynan boya Saferda ham o'qituvchimiz aytib o'tganlaridek, Saferda test bazamiz kam bo'ladigan bo'lsa, limited bo'ladigan bo'lsa, IELTS test baza juda ko'p. Har bitta testning ustida kamida 365 kun, 1 yil davomida ishlashadi. Xato kamchiliklar yo'qmi, qayta assess qilishadi testlarni. Shuning uchun baza ko'p, xohlagan mamlakatga har qanday testni tashlashi mumkin. Endi ba'zi holatlarda o'xshashliklar kuzatilishi mumkin. Shaxsan o'zim 15 marta kirganman dedim. Imtihonga kirganimda meni o'quvchimga tushgan test, masalan, 9-dekabr kuni tushgan test menga 14-yanvar kuni berilgan. Bir xil test tushyapti, chunki imtihonga ancha erkinroq his qilganman o'zimni. Bizda testlarimiz takrorlanishi mumkin ekanligini hisobga olishimiz mumkin. Zo'r, rahmat. Endi keyingisi mana IELTS savollari haqida gaplashdik, imtihonlar kuni haqida gaplashdik, ro'yxatdan o'tish, topshiriq haqida gaplashdik. Endi misol uchun IELTS boshlash uchun o'quvchi qaysi bilim darajasida bo'lishi kerak va qancha vaqt talab etiladi shu aytganingizdek 5,5 mi, 6 mi olishga? Okay. Yoki mana siz o'z o'quvchilaringizga aytasiz-ku, 7,5 olishga qancha vaqt ketadi? Ko'pchilikda noto'g'ri tushuncha bor menimcha, IELTSga nisbatan yoki ingliz tiliga nisbatan. Yaqinda to'g'ri kuni kecha bo'ldi shu voqea. Aynan beginner darajasidagi o'quvchi endi yangi kelyapti. 2 oyning ichida IELTS topshirishim kerak, 5,5 olishim kerak. 2 oyning ichida 5,5 olish уже impossible bo'lgan narsa, umuman olganda iloji bo'lmagan narsa shaxsan o'zim uchun. O'quvchilarda men umuman unaqa bosim bermagan bo'lardim. 2 oyda ichida til ko'nikmalar chiqib shakllanib bo'lmaydi. O'zi bola o'rganayotganda ham masalan birorta tilni deylik, 1 yoshidan deyarli tili chiqib boshlaydi deylik. 1 yil davomida lekin aynan o'sha tilga immersion, ya'ni o'sha til bilan o'rab olingan bo'ladi. Eshitish orqali, asta-asta gapirish orqali o'rab olingan bo'ladi. Endi ingliz tilini o'rganish jarayoni bizda ingliz tilining har bitta bosqichi bor, alohida, beginner, elementary, har bitta bosqichini o'tib borishimiz kerak. Bizga beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate darajalari bor. Keyin upper intermediate o'qisa ham bo'ladi agar o'quvchi. Agar 7 ga harakat qilayotgan bo'lsangiz, shaxsan o'zim maslahat bergan bo'lardim, upper intermediate darajasini ham o'qishni, agar 5,5 kerak bo'ladigan bo'lsa, intermediate darajasini o'zidan ham где-то 2 oy, 3 oyning ichida bemalol chiqarsak bo'ladi 5,5 yoki 6 ga. DTM uchun harakat qilayotgan bo'lsak, 7 dan 7,5 yoki 8 ga harakat qiladigan bo'lsak, biz aynan upper intermediate qismini ham o'qishimiz kerak. Hozir Registon o'quv markazida bizga upper intermediate degan nomda emas, balki IELTS standart shaklda o'tib borilyapti va IELTS standartdan keyin esa 7-8 ga harakat qiluvchilar uchun IELTS intensiv kurslarimiz tashkillashtirilyapti. Endi bolani qanchalik o'qish kerakligiga qaraydigan bo'lsak, bizga Cambridge Assessment test tuzishdan tashqari testga qanday tayyorlanishni ham bizga ko'pincha ko'rsatib beradi hamma yo'nalishlarni. Bizga o'zini CAE Cambridge Assessment o'zini nimasi bor? Framework bor, time framework. Bizga qancha vaqt ajratishimiz kerakligi haqida. 200 soat beginner level ajratishingiz kerak, elementary levelga o'tishingiz uchun. 200 soat elementary levelda ajratishingiz kerak, keyingi darajaga o'tish uchun. Har bittasiga 200 soat kamida vaqt ajratishingiz kerak bo'ladi o'z ustingizda ko'nikmalaringiz ustida ishlash uchun. Bu narsa уже 1200 soatga borib qoladi agar siz proficiency levelga chiqadigan bo'lsangiz. Proficiency degan eng yuqori 8,9 natijalari. Har bittasini daraja ko'tarishimiz kerak. Endi 200 soatni bizga asosan bolaga ko'pchilik o'quv markazlarimiz 3 oyning ichida berishadi. Ya'ni 3 oy deganda o'qituvchi bilan 1,5 soat yoki 2 soatgacha dars bo'ladida, keyin qo'shimcha vazifalar bilan 200 soatni biz 3 oyning ichida qamrab olamiz. Ya'ni beginner darajasi bizga 3 oy davomida o'tiladi. Agar bolani ishtiyoqi yoki bolani darajasi, olish darajasi yaxshiroq bo'ladigan bo'lsa, bu narsani agar 200 soat o'sha mehnatni bizga 1 oyda qilsin, bola 1 oyning ichida bitta darajadan ikkinchisiga o'tsa ham bo'ladi. Lekin ko'pchilik bolalarimiz dangasa hozir o'quvchilarni ko'raman, ancha dangasalashib ketgan. Oldin biz abituriyent bo'lganimizda rosa qiynalib tayyorlanardik, uxlamasdan tayyorlanardik. Hozirgi bolalar lekin uxlashadi. Shuning uchun bizga Toshkent bo'yicha menimcha 3 oydan qilib belgilangan o'quvchilarning dangasalik darajasini hisobga olgan holda ham 3 oydan demak bo'lib boriladi. Lekin agar bola imkoniyati yetadigan bo'lsa, уже over pressed bo'ladigan bo'lsa, demak pressureni, bosimni ustida biz 200 soatni
bir oyni yoki 2 oyni ichida ham chiqarsak bo'ladi. Tezroq olsak ham bo'ladi bu narsani. Lekin bolaning qanchalik ishtiyoqiga bog'liq va o'zlashtirish darajasiga bog'liq. Ba'zi bir bolalar bor, endi o'zlashtirish darajasi past bo'lganligi uchun ingliz tiliga butun umrini sarflayveradi. 7-8 yil ham o'qiydi, lekin topshirganda 5,5 ham chiqmaydi. Ba'zi bir bolalar bor, 1 yilning ichida keladi, 1 yilning ichida 7,5, 8 ga ham olib chiqadigan bolalar bor. U darajasiga ham bog'liq bolani. Qanchalik o'zlashtirish, olib keta olish darajasi bor. Keyin uyga vazifa qilish darajasi ham aytib o'tishimiz kerak. Uyga vazifa bilan doimiy shug'ullanadigan bo'lsa, doimiy vazifalarni to'g'ri ko'rsatib ketadigan bo'lsa, bu holatda ham chiqish darajasi ancha oshib ketishi mumkin. Zo'r. Juda akademik tomondan yondoshib zo'r javoblar berdingiz. Demak, hozir qarang, mana 200 soat deylik. 200 soatni 3 oyga bo'lganda, bir oyda 12 ta dars bo'lsa, siz ko'ringlar, 1,5 soatda 1,5 soatda bizda necha minut bor? 90 daqiqa. 90 ni ko'paytiramiz 12 ga. 1080. Endi buni bo'lamiz 60 ga. 18 soat bo'lyapti. 18 soat bir oyda shug'ullanyapti. Bu faqat dars vaqtida. Endi buni ko'paytiramiz 3 ga. 54 bo'lyapti. Demak, 154 soat u uyda, boshqa joyda qo'shimcha shug'ullanish kerak shu kitobni bitirish uchun. Bitta darajani bitirish uchun, chunki o'qituvchi sifatida biz uyga vazifalarga ko'proq berishga harakat qilamiz. Bitta darajadan ikkinchisiga o'tayotgan paytda уже 146 soatni uyda o'zi shaxsan ustida ishlab bitirish kerak bo'ladi. Agar o'zini ustida ishlamaydigan bola bo'lsa, faqat dars bilan cheklanadigan bo'lsa, bu narsa cho'zilib ham ketishi mumkin. Endi keling bir qiziqib shu 146 ni bo'lamiz 3 oyda 93 kun bor deylik. 93 kunga kamida kuniga bir 2 soat shug'ullanish kerak ekan. 2 soat shug'ullanamiz. Zo'r. Demak, mana akademik tomondan yondoshib hisob kitob qilib ko'rdik. Qiziq ekan haqiqatda. 3 oy davomida beginner levelini bitirishingiz uchun dars vaqtida 1,5 soat o'tirishingiz kerak. Undan tashqari kuniga uyingizda 2 soat, 1,5 soatdan shug'ullanishingiz kerak ekan. Shunaqa bo'ladi. Xo'sh, shunda bitta darajani yetarli darajada zo'r bitirishingiz mumkin. Zo'r. Endi ustoz, keyingi savolga o'tamiz. Sizga o'quvchi kelyapti, pre-intermediate mana ustoz aytdilar, Safercha. Pre-intermediate bitirsa, biza keyin Safer kursi boshlay olamiz deb. Mana siz qaysi darajani bitirgandan keyin IELTS boshlaysiz. Mana IELTS standart bor dedingiz, IELTS 7+ bor dedingiz, to'g'rimi? U o'quvchi qaysi leveldan kelib o'qishini tavsiya qilasiz? Bizda asosan IELTS ga bilim darajasi juda chuqur bo'lishi kerak. Birorta texnika yordamida siz darajani birdaniga 5,5 olib keta olasiz degan narsa yo'q. 5,5 ga loyiqmi bola, o'sha B2 darajasiga loyiqmi, o'sha payt B2 ola oladi. Ba'zi holatlarimizda yodlangan strukturalar ishlatib, balki Safer imtihonda chiqarib qolishi mumkin natijani, lekin bizda unaqa emas. IELTS da bilim darajasi asas qilinadigan narsa. Bizga intermediate asosan B1, B2 oralig'ida turadi. Shuning uchun intermediate darajani tugatgandan keyin IELTS ni o'ziga alohida tayyorgarlik kursi bo'ladi. Agar 5,5, 6, 6,5 olmoqchi bo'lsa. Agar upper intermediate ni ham tugatadigan bo'lsa, ya'ni bizda IELTS standartlarimizni qamrab olinadigan qismi, keyin esa IELTS intensive darajamizga, keyingi bosqichimizga o'tsak bo'ladi. Umuman olganda bizga intermediate darajasini tugatgan bola bizga IELTS kurslarimizni boshlashi mumkin. Unda ham testdan yaxshi o'tadigan bo'lsa, testdan tavakkal yechib yoki intermediate 3 oyda tugatdim deydigan bolalarni biz qabul qilmaymiz. Asosan testda yaxshi o'tadigan bo'lsa, intermediate darajasini keyin qabul qilib, keyingi imtihonlarga tayyorgarlikda boshlaymiz. Zo'r. Demak, mana intermediate bitirdi, upper intermediate IELTS standart kabi agar o'qitiladigan bo'lsa va o'shani bitirgandan keyin o'quvchi IELTS standart necha oy davom etadi? U ham 3 oymi? 3 oy. Uni bitirgandan keyin shunda IELTS dan 5,5-6 ola oladi o'rtancha. 6,5. 6,5 ham ola oladi. Shaxsan o'zimda case bo'ldi. O'quvchim IELTS standart tugatganda, endi mock imtihon topshirib ko'ryapti. IELTS standart 3 oy tugatdi, уже mock imtihonda 7 ko'rsatyapti. Ko'pchilik bolalarda esa 6,5 dancha ko'rsatildi. Endi o'quvchini olish darajasi muhitga ham bog'liq, o'qituvchiga ham bog'liq. Balki 6,5 ga ham chiqib ketishi mumkin bolaning darajasi. Lekin aynan 3 oy bizda o'qitiladi. Zo'r. Endi mana IELTS dan menga 6,5 emas, menga 7,5 kerak deyapti. Shunda IELTS standart bitirgandan keyin IELTS 7+ kursini ham o'qishadi. Buni programmasi boshqacharoq. Buni o'qigandan keyin buni ham 3 oy o'qishadi, to'g'rimi? 3 oy o'qishgandan keyin shu natijani olishlik mumkin. Shunda deylik, beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate 12 oy bo'lyapti. Keyin yana 15 oy. Shu 1 yilda, 1,5 yilda taxminan IELTS dan 6-6,5 olsa bo'lar ekan. 0 dan boshlab. Zo'r. Rahmat, ajoyib. Endi ustoz davom etamiz. Keyingisi, siz o'zingiz mana dars o'tayotganingizda qanaqa programmalardan foydalanasiz?
qaysi kitoblardan foydalanasiz, keyin o'zi hozirgi kunda ham General English o'quvchilarni olasizmi? Keyin hop bu savol berishdan oldin aytib ketaylik aytgancha, mana hozir biz Jahongir ustozimiz bilan Darin.uz platformasida IELTS standart va IELTS 7+ kurslarini yo'lga qo'ymoqdamiz. Sizlar mana shu ustozimizdan bemalol mana shu darslarni onlayn olishinglar mumkin bo'ladi. Darslarni yozib olganmiz, sifatli montajlar qilib platformaga joylaganmiz. Xato kamchiliklar xudo xolisa ancha kam. Yo'dsa ham bo'ladi. Keyin bu o'qituvchimizdan tashqari kurator, mentor, ya'ni yordamchi ustozlar bo'ladi. Sizlar bilan ishlaydigan. Shu kursni agar sotib olsangiz, sotib olganingizdan keyin siz bilan yordamchi ustozlar ham ishlaydi. Shu kurslarni ko'rib, o'qib, siz IELTS dan shu natijani olsangiz bo'lar ekan. Demak, shu mana siz intermediate kurslarni bitirgan bo'lsangiz, IELTS ga o'qishga offline imkoningiz bo'lmagan bo'lsa, onlayn o'qib turib, ana shu natijalarni xudo xolisa qo'lga kirishingiz mumkin bo'lar ekan. Endi ustoz, shu programmalar haqida ham bir-ikkita gapirib ketsak-da, IELTS ga o'zi qaysi programmalardan foydalanasiz? O'quvchilarga qaysilarni tavsiya qilasiz? IELTS materiallari so'rslarimiz juda ko'p. O'quvchilar ayniqsa nima deydi, indecisive deydi ingliz tilida, ikkilanib qolishadi. Qaysi materialdan foydalanishim kerak, nima qilishim kerak, qaysi yo'nalishni ko'rsatish kerak, qanday borish kerak, qanday natijaga chiqarishim kerak deb. Chunki aynan bizda materiallar soni juda cheklanmagan. Alohida masalan o'quv markazlari material chiqarib yuboradi ba'zida. Ayniqsa Xitoyda shunaqa narsa kuzatiladi. Xitoyda o'qituvchilar o'zi ingliz tilida bir-ikkita listeninglarni o'zlari aytishadi, o'zlari material chiqarib yuborishadi. Keyin o'quvchilar shu holatlarimizda aldanib qolishi mumkin, testga xato tayyorgarlik ko'rib qolishlari mumkin. Shuning uchun iloji boricha IELTS materiallarni biz Cambridge tomonidan tasdiqlangan materiallar bo'lishi kerak. Aynan Cambridge'ni 1 dan 18 gacha bizning kitoblarimiz bor. Ulardan foydalanamiz test qilish jarayonida. Lekin eng muhim narsa baribir bizda asosiy General English qismimiz ingliz tilidagi grammatika va vokabular darajasi yaxshi bo'lishi, undan tashqari listening qobiliyatlari, reading qobiliyatlari yaxshi chiqib kelgan bo'lishi kerak bo'ladi. Keyin Cambridge materiallaridan endi kursimiz davomida esa biz kursimizni alohida shaklda tashkillashtirib chiqdik, alohida prezentatsiyalar bilan hamma narsani tushuntirib chiqqan holda bizda Cambridge tomonidan tasdiqlangan materiallar faqatgina biz ko'pchilik o'quvchilarimiz bilmagan, ko'rmagan materiallar bo'ladi. Yangicha, menimcha urug'da bemalol tayyorgarlik ko'rsa bo'ladi. Aynan viloyatdagi o'quvchilarimiz bo'lishi mumkin. Onlayn tarzda agar ro'yxatdan o'tishadigan bo'lsa, o'zlari ko'rmagan materiallardan foydalanib, yana ham bilimlarini mustahkamlab borishlari mumkin bo'ladi. Bizda asosiylardan bittasi official guide materiallarimiz, aynan Paul and Calvin tomonidan tuzib chiqilgan testimiz, imtihonni o'ziday bo'ladigan testimiz. Deyarli savol turlari ham juda o'xshash bo'ladigan test turlarimiz hisoblanadi. O'sha narsani bizda asosan foydalanamiz. Bundan tashqari materiallarimiz juda ko'p. Aynan authentic deydi ingliz tilida, authentic materiallarimizdan foydalanganmiz, ishonchli materiallarimizdan. Endi nomini e'lon qiladigan bo'lsak, menimcha to'g'ri bo'lmaydi. Bo'ldi, rahmat. Unda nomini e'lon qilmasligimizdagi sabab nima shunda? Ular reklama qilib qo'yishimizmi yoki-da? O'quvchilarimiz ko'proq attractive bo'lishi, reklama qilishimiz bo'lmagan. Uni alohida aytasiz-da shunda. Alohida aytaman. Xo'p, mayli, rahmat. Endi programmalarni gaplashdik, qancha kurs bo'lishini gaplashdik, IELTS imkoniyatlarini gaplashdik. Yana nimalar qolib ketdi ustoz? Sizdan yana nimalarni so'rasam ekan? O'zingiz yana men so'ramagan, siz aytmagan, o'quvchilaringiz sizga ko'p beradigan savollar bo'lsa, ularga ham sekin-sekin javob berib ketursak bo'ladi. Tarix bo'lib qoladi mana. Chiroyli sanada turamiz. 04/04/2024. Xudo xolasa 1-2 kunda chiqarib yuboramiz podkast montaj qilib. O'quvchilarimiz orasida ko'pincha so'raladigan narsa General Englishni qanday oshirish? General Englishni, umumiy ingliz tilini oshirish bizga ko'pchilik o'quvchi tomonidan umuman olganda e'tibor qilinmaydigan narsa, lekin aslida bilim darajangiz ingliz tilida zo'r bo'ladigan bo'lsa, u ancha yaxshi natijaga olib keladi deb o'ylayman. Bizda General Englishni intermediate tugatdimi bola faqat testga tayyorlanib boshlaydi ba'zi bir bolalar yoki pre-intermediate tugatdimi faqat testga tayyorlanib boshlaydi. Test yechish sizni bilim darajangizni ko'rsatadi. Sizni bilimingizni oshirib qo'ymaydi. Xuddi o'sha narsa bor. Testni yechgandan keyin bizda General Englishimizni qanday oshirsak bo'ladi? Listening masalan testni yechadigan bo'lsak, bizda listeningni tahlil qilib chiqish orqali, har bitta savolni alohida o'rganib chiqish orqali, lug'atlarni ko'rib chiqish orqali biz listening qobiliyatimizni ham, lug'at boyligimizni ham oshirsak bo'ladi. Reading qismi haqida gaplashsak, reading qismini shunday yechadida, masalan 13 ta topdi yoki 15 ta topdi. Intermediate darajasidagi bola asosan 13-15 atrofida topishadi. 13 ta 15 ta topdi. Agar testni olib chiqindiga tashlaydigan bo'lsak, masalan,
u test bizga foyda bermadi. Biz faqatgina 1 soat vaqtimizni bekorga o'tkazdik. U testni olgandan keyin 13 ta topdikmi? Endi 13 ta topgan bolalar ko'pincha IELTS o'tilmaydi o'zi. 13 ta topgan bo'lsak ham, biz nima uchun aynan 27 ta savolda xato qildik? O'sha narsani to'liq ko'rib chiqib, tahlil qilib, vocabulary darajasi bo'yicha, grammatikasi bo'yicha, reading qismlari bor, alohida o'shalar bo'yicha tahlil qilib chiqadigan bo'lsak, bizda asta-asta darajamiz o'sishni boshlaydi. Agar qilmasdan faqat testni soniga ishlaydigan bo'lsak, bunda sifat tushib ketishi mumkin. Bizda ingliz tilida ham shunaqa saying deydi. Bizda frazamiz bor endi. Quality is over quantity deydi. Ya'ni sifat sondan ustun turishi kerak. Bitta test bajaring, lekin o'sha testni siz yaxshilab tushunib, bajarishga harakat qiling. Shaxsan o'zimda ham bo'ladi. Men test bajarayotganimda endi listening readingdan 8 marta 9 olganman har ikkala qismidan. Testni bajargan paytimda ham men iloji boricha salgina ikkilanar. 10% ikkilandimmi bitta savolni ustida, o'sha savolni atayin xato javob belgilayman. Atayin xato javob bermayman, chunki oxirida men xato javobimni ustida ishlashim mumkin. Bolalar ba'zida 19 ta 20 ta chiqarib qo'yishadi, keyin tahlil qilishmaydi. Nimaga tahlil qilishmaydi? Keyin ular o'ylashadiki, test yetsam oshib ketaveradi-da, lekin tahlil qilmaganda ba'zi bolalarda bor, ba'zida 13 ta chiqadi, ba'zi 25 ta chiqadi, ba'zida 30 ta chiqib ketadi. Xursand bo'lib ketadi. Ustoz 7 ga chiqdim deydi. Lekin keyingi kuni yana 16 ta chiqib qoladi. Keyin nimaga unday bo'lyapti? Bizda omad degan narsa ham rol o'ynaydi baribir. Tavakkal qilsangiz, balki tavakkallar to'g'ri chiqib qolayotgandir. Lekin o'sha tavakkal qilayotganingizda testni tahlil qilmay tashab ketadigan bo'lsangiz, bilim darajangiz aslo oshmaydi. Tavakkallaringiz bilan o'ynab qolishi mumkin. Shuning uchun bizda shunaqa narsa bor. Consistency is the key. Doimiylik bizga natijaga olib boradi degan. Doimiy biz tahlil qilib testlarimizni ham o'zimizni ustida ishlab borishimiz kerak. Undan tashqari bizda general Englishimizni oshirishimiz uchun nafaqat testlarga e'tibor berishimiz kerak, bundan tashqari lug'at boyligimizni oshirishimiz, grammatikamizni oshirishimiz kerak. Lekin lug'at boylik bilan grammatika deydigan bo'lsak, ko'pchilik bolalarimizda tushuncha bor. Men o'tirib olib, lug'atlarni yozib chiqib, tarjima qilib yodlashim kerak. Yoki grammatikani o'tiramanda, yozib chiqamanda, qoidalarni takrorlayman, subject plus verb agreementni ko'raman, shunaqa narsa bor. Lekin aslida esa sizning lug'at boyligingiz ham, sizning grammatika darajangiz ham oshishi mumkin. Aslida siz ingliz tili bilan o'ralib olgan bo'lsangiz, ingliz tili sizning atrofingizda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni siz faqat ingliz tilida kino ko'rsangiz. Agar ko'pchilik o'quvchilarni kuzatiladigan narsa o'zbekcha kino yoki Hindistonning kinolarini, Bollywood kinolarini ko'radigan bo'lsangiz, ingliz tilingiz oshib qolmaydi-da, o'zbek tilida ko'rayotgan bo'lsangiz. Ayniqsa 11-sinflarda shunaqa narsa kuzatiladi. Siz ingliz tilida agar darajangizni oshirmoqchi bo'lsangiz, inglizcha narsa ko'rishingiz kerak. Ingliz tilida reading qobiliyatingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, inglizcha kitob o'qishingiz kerak. Agar siz o'zbekcha qilayotgan bo'lsangiz-da, lekin ingliz tili darajangiz oshishini kutayotgan bo'lsangiz, u narsa nohaqlik bo'ladi menimcha. U o'zbekcha narsa qilyapsiz, kino ko'ryapsiz, lekin inglizchada bilingiz oshishini kutib o'tiribsiz. U bo'lmaydigan narsada umuman olganda. Demak, qaysi skillingiz oshishni xohlaydigan bo'lsangiz, darajangiz oshishni xohlaydigan bo'lsangiz, o'sha narsaga ko'proq ustida ishlashingiz kerak. Biz masalan listening o'zini oladigan bo'lsak ham, siz ko'proq kino ko'rishingiz mumkin, ko'proq podkast eshitishingiz mumkin, qo'shiqlardan ham eshitishingiz mumkin. Har xil qo'shiqlar agar peysi astaroq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni nima deydi? Tez aytilmaydigan bo'lsa qo'shiqlarimiz, lirikalari ayniqsa. Keyin undan tashqari har xil podkastlarimiz bizda YouTube'da ham qo'yiladi. Unaqa podkastlarni eshitsak bo'ladi yoki British Council tomonidan alohida podkastlar ham chiqarilgan, ularni eshitib borsak ham bo'ladi. Ko'proq eshitishimiz kerak, ingliz tilida eshitish qobiliyatimizni oshirish uchun. Lekin o'qituvchi sizga aynan texnikalarni o'rgatadigan shaxs. Aynan IELTS'ni o'zida. Siz eshitish qobiliyati zo'r rivojlanmagan bo'lsa, sizni o'qituvchingiz testni texnikasi bilan 5.5 dan yuqoriga olib chiqa olmaydi. Shuning uchun iloji boricha o'zimizni ingliz tilini o'rab olishimiz kerak. Readingda ham xuddi shunaqa. Readingda biz comprehension deydi, masalan, tushunish qobiliyati. Readingda bolalar aytadi, tarjima qila olmayapman ustoz, nima qilishim kerak? Endi o'qituvchi o'rgatadi. Sen oxirdan kelib verbdan boshlab tarjima qilishing kerak, bunaqa deb aytishadi yoki o'zbek tili bilan taqqoslab ko'rsatishadi. Lekin bola qancha ko'p o'qiydigan bo'lsa, asta-asta tarjima qilish qobiliyati ham oshib ketadi. Comprehension darajasi ham oshib ketadi. Men shaxsan o'zimda bo'lgan 6.5 da qotib qolganman readingda. Lekin men 7 ga chiqishim uchun menda qilishim kerak bo'lgan narsa comprehension darajamni, tushunish darajamni oshirishim kerak edi. 2 kunning ichida 200 betlik kitobni o'qib chiqaman. Tushunmay qolgan joylarim bo'lgan, tushungan joylarim bo'lgan. Aynan ingliz tilida o'qish juda qiyin bo'lgan menga. Kamida ham bir 8 soat sarflaganman kuniga ingliz tilida o'qish uchun. Tushunmagan joylarim bo'lgan. Lekin asta-asta menda o'sha narsa bo'lgan, incremental deydi, asta-asta rivojlanish bo'ladi.
Demak, tushunib ketayapsizmi? Masalan, ikkita gapdan bittasini tushunmadingiz boshda. Oxirigacha borsangiz, kitobni agar oxiriga ixlos bilan boradigan bo'lsangiz, o'sha narsani siz 4 ta gapda 3 tasini tushunasizda, bittasini tushunmay qolishingiz mumkin. Readingda faqatgina testni ishlab, ustoz tushunmadim, tarjima qila olmadim, lug'at boyligim yetadi, lekin tarjima qila olmayapman deydigan bo'lsangiz, siz reading qobiliyatingizni o'ziga. Bu ham general English deyiladi. Reading qobiliyatingiz o'ziga ishlashingiz kerak. Xuddi shu narsa bizga aynan natijamizni ham yuqoriga ko'tarib beradigan narsa bo'ladi. Biz asosiy savollardan bittasi shu, darajamni qanday oshirishim kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa qilishimiz kerak. Gapirayotganimizda ham speaking qobiliyatimizga e'tibor qilsak, rosa ko'p o'qiydi o'quvchilar ba'zilari, endi 6 oylab o'qiydigan bolalar ham bor. Endi o'qishadida ustoz speakingim oshmayapti deydi. O'zi bola reading, listening, writing qiladi, lekin speaking oshmayapti. Xuddi nima deydi, qozonga oshni mahsulotlarini solamizda, lekin sho'rva kutib o'tirsak yoki chapachasi bo'ladigan bo'lsa, speakingiz oshish uchun speakingga shug'ullanishingiz kerak, listeningiz oshish uchun listeningga shug'ullanishingiz kerak. Siz qozonga masalliqlarni boshqacha solib, boshqa narsa kutib o'tirmaysiz-ku. Xuddi shunaqa narsa. Speaking qilsangiz, speakingiz oshishi mumkin. Listening ko'proq qilsangiz, listening qobiliyatingiz oshishi mumkin. Writingni ko'proq yozadigan bo'lsangiz yoki ko'proq o'qiydigan bo'lsangiz ham writing qobiliyatlaringiz oshib ketishi mumkin. Xuddi shu narsalarni ustida birinchi ishlashimiz kerak bo'ladi. Keyin o'quvchilarning orasida yana 7 da qotib qoladiganlari ham bor. Ba'zida 7 dan 8 ga o'sishimiz kerak deb qoladiganlari ham bor. Endi menimcha 7 dan 8 ga oshirishni yoki 6,5 dan 8 ga chiqishni asosiy sabablaridan bittasi o'qituvchi menimcha faktor o'ynaydi va bolani o'zi ham asosiy faktorlardan bittasi. O'qituvchi nima uchun asosiy faktor? Chunki o'qituvchi bola endi qotib qolganida nimadir yo'nalishlarni ko'rsata oladi. Masalan, writing qismi 6,5 ga qotib qolgan, 7 ga olib chiqa oladi yoki 7,5 ga olib chiqa oladi bolani. Feedback beradigan bo'lsa, doimiy rivojlanishga harakat qiladigan bo'lsa, bola bilan birgalikda. Bu uchun esa o'qituvchilarimiz menimcha darajasi baland bo'lishi kerak. Ancha IELTSni instruktor sifatida shaxsan o'zim maroqli boshlaganim 8,5 olganimdan keyin. Chunki hamma narsani deyarli anglab yetdim. O'shandan keyin men o'sha o'quvchilarga ham o'sha bilimni bera oladigan darajaga chiqdim. 8 olgan paytlarimda o'qitganman. 8 olgan paytlarimda o'quvchini men 7,5 yoki borsa 8 ga tayyorlay olardim. Lekin 8,5 olganimdan keyin ancha ichkirigacha buni olganda o'rganib olamiz. O'qituvchi doimiy hamrohi bo'lishi kerak menimcha o'quvchini. Endi o'quvchi o'zi ham o'rgansa chiqib ketadi deydiganlar bor. Masalan, listening, reading qismimiz bizda receptive skill deyiladi, qabul qilinadigan narsalar. Writing bilan speakingimiz esa productive skilllar deyiladi. Productive skill bizga ishlab chiqariladigan narsalar. Biz o'zimiz speakingni o'zimiz ishlab chiqarishimiz kerak, writingni o'zimiz yozishimiz kerak. Bu qismlarda o'qituvchining menimcha ko'magi juda 100% kerak bo'ladi. Agar sizga to'g'ri yo'nalish ko'rsatiladigan bo'lsa, o'shani ustida ishlaysiz. Writingda to'g'ri yo'nalish ko'rsatiladigan bo'lsa, o'shani ustida ishlaysiz. Bizda endi shaxsan o'zimda ham bo'ladi. Agar speaking 8 ga qotib qoladigan bo'lsa, men o'qituvchilardan yordam so'rashni boshlayman. O'zimdan speaking darajasi baland bo'lgan o'qituvchilardan yordam so'rab, menga ham feedback berishadi o'qituvchilar ba'zilari. Yoki pulli kurslar bo'ladigan bo'lsa, o'zim ham sotib olamanda, o'zim ham iloji boricha qatnashishga harakat qilaman. Biz o'qituvchi degani biz to'xtab qolishimiz kerak degani emas. O'quvchilarga ham xuddi shunaqa narsa. Siz o'qituvchingiz bilan birgalikda rivojlanishingiz kerak. O'qituvchingiz har doim hamrohingiz bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bu asosiy narsalardan bittasi. Yaqinda ham bizda writingda 7,5 olgan o'quvchimiz chiqdi. Ya'ni overall 8 chiqdi. Biz listening, readingga darsda ko'p e'tibor bermaymiz. Listening, readingni o'zi ko'pchilik o'quvchilarda bor. Faqat listening, readingni o'zida ishlashadi-da, 8,5 9 chiqarishadi. Bizda o'quvchimizda esa 8,5 8 bor. Endi 9 ga chiqarsak bo'lardi bemalol, doimiy praktik qilishimiz orqali. Kursning oxirigacha tugata olmadilar o'quvchim. Writing qismlari va speaking qismlari advanced darajada. Writinglari 7,5 chiqyapti, speakinglari 7 chiqyapti. Endi bu narsani oshirish uchun esa bizda asosan o'qituvchi ko'mak berishi kerak doim, writing qismida va speaking qismida. Listening, readingni endi oshirish oson bo'lib qolgan narsa, chunki materiallar ko'p, foydalanamiz, ko'proq eshitamiz. Lekin writing va speakingga keladigan bo'lsak, o'sha narsalarga o'qituvchining ko'magi ko'proq kerak bo'ladi deb o'ylayman. Zo'r. O'zi agar vaqti ham qisqa bo'lsa, listening, readingga oshirish osonroq va o'shanga ko'pchilik harakat qiladi. Bizda shunaqa narsa kuzatiladi. Ko'pchilik endi 7 chiqargan paytida natijalarini ko'rishga men ham harakat qilaman. O'qitib qolgan o'qituvchilarda ham 7 chiqaradigan bo'lsa, o'sha listening 9 bo'ladi, qolgan skilllar 6 bo'ladi. Keyin overall 7 chiqadi. Keyin qarasangiz, baribir qiziqarli narsa. Agar sizga 7 kerak bo'lsa, siz listeningiz 9 ga chiqaring. Qolgan skilllarga e'tibor qilmasangiz ham asta-asta oshib borishadi ular. Agar sizga inglizcha chindan ham o'rganish kerak bo'ladigan bo'lsa, darajangizni chindan ham oshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, siz hamma skillga e'tibor berishingiz kerak, ayniqsa productive skilllarga.
ko'pincha til bilish qobiliyatini bizda gapirish qobiliyatidan ko'ramiz. Ko'pincha speakingga e'tibor qilaman darsda ham. Bizda gapira olsangiz, demak o'sha darajani siz umuman olganda egalladingiz. Umuman olganda bitta tilni yaxshi o'rgandingiz degan. Sizda eshitish qobiliyati ham kerak, muhim, o'qish qobiliyati ham muhim, lekin gapira oladigan bo'lsangiz bu another level deydi, o'sha yuqori level, yuqori darajada bo'ladi. Shuning uchun men ko'pincha productive skilllarga, yozish qobiliyatiga va speaking, gapirish qobiliyatlariga ko'proq e'tibor qilaman. Lekin listening readingimiz doimiy rivojlanishda bo'ladi, doimiy practice'da. Chunki consistent ketamiz, ya'ni doimiy rivojlanishga harakat qilamiz birgalikda. Zo'r. Ajoyib. Ancha menga foydali, manfaatli bo'ldi, lekin ustoz, maza qilib suhbatlashdim. Faqatgina mana yangi IELTS kirib kelayotganlar uchun emas, balki IELTSda o'sha o'qib kelayotgan, bir nechta xatolarga muammolarga duch kelayotganlarga ham ancha foydali suhbat bo'ldi. Akademik tomondan ham juda ko'p kerakli narsalarni tushuntirib berdingiz. Rahmat ustoz, ilmingiz yanada ziyoda bo'lsa. Yana qanaqa men so'ramagan savollar qolib ketdi, keyin o'quvchilarga qanaqa bir siz mana tireklaringiz, niyatlaringiz bor, o'zingiz mana o'quvchilaringizga ham bir yo'llab qo'ysak bo'ladi ustoz. O'quvchilarga aytilmagan narsalar menimcha IELTS sohasida kam bo'lsa kerak, chunki IELTS sohasida YouTube platformamizga kiradigan bo'lsak, har bitta mavzu haqida minglab videolar mavjud. Shuning uchun British Council yoki IDP ko'pchilik videolar chiqaradi, bunda bunaqa, unda unaqa deydi. Lekin menimcha aytilmagan ma'lumotni o'zi juda kam bo'lsa kerak. Iloji boricha o'quvchilarni men maslahat bergan bo'lardim, ustozlari orqali yo'nalish olishlarini. O'qituvchilar chunki o'quvchisiga eng yaxshisini tilaydi-da, eng yaxshisini ilinadi umuman olganda. Ustoz umuman olganda ota-onasi kabi yondashadi. Chunki ustozni natijasi umuman olganda o'quvchining natijasi orqali ko'rinadi. Siz agar o'quvchingiz natija chiqarmayaptimi, siz yaxshi ustoz emassiz. O'quvchingiz natija chiqarayotgan paytda yaxshi ustoz bo'lishingiz mumkin deb o'ylayman. Shaxsan o'zimga shunaqa narsa motivatsiya bo'ladi, o'quvchim natija ko'rsatsa, biz birgalikda harakat qildik. U natija meniki, meni natijam uniki ham. Xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Demak, biz o'qituvchidan ko'proq yo'nalish ko'rishimiz kerak. Agar o'qituvchimiz natija chiqarayotgan bo'lsa, demak bolalardan, o'quvchilardan o'sha paytda yaxshi o'qituvchi ekanligini hisobga olgan holda o'sha kishidan ko'proq yo'nalish o'rganishimiz kerak, ixlos qo'yib, demak o'rganishimiz kerak bo'ladi menimcha. Zo'r. Hozir juda zo'r mavzuni ko'tardingiz ustoz. Haqiqatdan mana qarang. Misol uchun bitta o'quvchi bo'lsa-da, o'qituvchisidan so'ramasdan turib turli xil videolarni ko'rib yuraversa, turli xil video darslarni ko'rib yuraversa, vaholanki ular to'g'ri bo'lmasa, keyin kelib o'qituvchisiga aql o'rgatsa, mana shunaqa holatlar ham kuzatiladimi? Shunaqa holatga qanaqa qaraysiz? Misol hozir haqiqatdan YouTube'da cheklay olmaymiz-da. Har kim IELTS'i bor, juda ko'pchilikda bor. Har kim YouTube kanal ochib, turli xil narsalarni o'rgatayotibdi, dars berayotibdi. Misol uchun sizga kelib turgan o'quvchingiz qaysidir boshqa ustozni ko'rib kelsa, siz rashk qilsangiz kerak o'quvchingiz, to'g'rimi? Shunaqa narsalar bo'lsa kerak. Mana shunaqa holatlarda ham kuzatilib turadimi? Shu narsalarga ham bir murojaatingiz bo'lsa, aytib qo'yingiz bo'ladi o'quvchilarga. Fursatdan foydalanib. Bizda kuzatilmaydigan narsa bu narsa nima uchun? Chunki birinchi darsga kirgan bolaga men qoidalarimizni tushuntiraman. Sizda oldingi o'qituvchingiz nima deyishidan qat'iy nazar, siz u narsalarni unutib kirasiz darsga. Siz meni o'quvchimsiz, men siz uchun kurashaman, natijangiz uchun kurashaman, birgalikda harakat qilamiz. Siz hamma narsani unutib kirasiz, men to'g'ri yo'nalishni ko'rsataman, o'sha yo'nalish bo'yicha ketasiz. Endi balki o'qituvchilar o'rgatgan narsalar bilan meniki to'g'ri kelishi mumkin. Agar o'rgatgan narsalari bilan to'g'ri kelmaydigan holatda ham baribir meni tanlashadi. Chunki men o'quvchim bo'lib darsimga kiryaptimi, baribir meni yo'nalishimda ketishadi. Ba'zi bir bolalar bo'lgan endi oramizda, o'quvchilarimiz orasida ayniqsa, ustoz mamlaqa deyilgandi-ku, men YouTube'da ko'rib qoldim, ustoz bunaqa-ku deydi. Yoki boshqa instruktorlar mana shunaqa yozgan ekan-ku deydi. Lekin men shaxsan o'zimda shunaqa narsa bor. Agar o'zimdan yuqori levelda bo'ladigan bo'lsa, instruktorlar men darajasini hurmat qilgan holda to'g'ri yo'nalish ko'rsatilgan, lekin men senga xato narsa o'rgatayotganim yo'q. Men seni to'g'ri yo'nalishga olib chiqaman. Menikini o'rganasan, chunki osonroq yo'lda deb ko'rsatib beraman. Agar boshqa leveldagi ustozlar bo'lsa, ayniqsa hindistonlik youtuberlarimiz juda ko'p, hindistonliklar chiqib olib boshqa narsalar haqida gaplashadigan bo'lsa, har qanday oldingi o'qituvchilaringizdan, previous teachers yoki YouTube'dagi ma'lumotlarni ham, Google'dagi ma'lumotlarni ham orqaga surib darsimga kirasiz. Agar darsimda eshitadigan bo'lsam, qattiq jazolanadi bolalar, biladi shuning uchun. Birinchi darsda o'sha qoida qilib biz yozib qo'yamiz o'sha narsani. Shuning uchun bolalarda ko'proq menga ixlos qo'yish boshlanadi va men natijaga olib chiqaman bolalarni. O'zi bergan vazifalaringizni ham to'liq qilib turib, keyin ko'rsa ham mayli. Bergan vazifalaringizni to'liq bajarmasdan turib ko'rib ketishga harakat qilishadimi? Bo'lishi mumkin, ba'zi holatlarda bo'ladi. Zo'r.
Ajoyib ustoz, maza qildim. To'g'risi zo'r suhbat bo'ldi. Mana 1 soatdan beri deyarli gaplashib o'tiribmiz. Ketqizgan vaqtingizga rozi bo'ling. Xush kelibsiz. Xudo xolisa mana shu siz bilan boshlagan yangi Darin platformasidagi yangi kurslarimizda ham bizning kuzatuvchilarimizga, o'quvchilarimizga foydali bo'ladigan umiddamiz. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, nimadir tushunmay qolgan bo'lsanglar, izohda yozib qoldirsanglar, ustozdan iltimos qilamiz va sizni ham shu savolingizga ham javob olishga harakat qilamiz. Shunaqa ketqizgan megabaytingizga rozi bo'linglar. Yoki bayramlar muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Jahongir ustozga o'xshagan ilmli, odob axloqli, shu fidokor ustozlarimiz soni oshaversin. Rahmat ustoz. Qanaqadir yana tilak, takliflaringiz bo'lsa aytib qo'ysangiz bo'ladi. O'zimda ham alohida fikrlarim bor. Birinchi navbatda taklif qilganlaringiz uchun rahmat. Aynan Daryin.uz platformasiga ishlashga taklif qilganlaringiz uchun ham. Chunki aynan platformada hozir har bitta fanning eng fidokorlari, eng fidoyilari o'tirishibdi. Dars o'tayotgan o'qituvchilar siz uchun eng oxirigacha kurashishyapti. Nafaqat offlaynda u o'qituvchilarni men taniyman, bilaman, balki onlaynda ham o'zlarini presence deydi, o'zlarini auditoriyasiga ega bo'lgan o'qituvchilar hammasi deyarli va iloji boricha sizni natijangiz uchun offlaynda emas, onlaynda ham kurasha oladigan o'qituvchilar deb o'ylayman. Shaxsan o'zim tayyorlayotgan prezentatsiyalarni o'ziga ham men offlaynda tayyorlaydigan prezentatsiyalardan ko'ra ko'proq vaqt ketyapti. Har bitta detaligacha e'tibor qilyapmiz. Har bittasiga 2 soat, 3 soatdan vaqt ajratyapmiz. Video darslar olinyapti. Iloji boricha men o'quvchilarni undagan bo'lardim. Shunday imkoniyatni qo'ldan boy bermagan holda o'sha Daryin.uz platformasiga ham a'zo bo'lib, birgalikda demak natijaga olib chiqishga. Xudo xolisa, bizning missiyamiz bir ustoz. Missiyamiz O'zbekiston ta'limini dunyoda birinchi o'ringa olib chiqish. Shu ko'chada ko'rayotgan, boshqa joyda ko'rayotgan turli xil muammolaringizni tagida, negizida ta'lim yotadi deyshadi ustozlarimiz. Shunga ta'limni rivojlantirsak, o'zimizni o'qisak, o'zimizni o'qimishli bo'lsak, niyatimiz toza bo'lsa, amalda niyatlarga bog'liqdir deyshadi. O'shanga Xudo xolisa yurtimiz yanada ko'karishiga sababchi bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Gapirsak gaplar ko'p. Shu joyda xayrlashamiz. Xush kelibsizlar, salomat bo'linglar. Rahmat ustoz.